Toshkentliklar shodamisizlar? Bu ovqatni kimdir shavlatsa, kimdir shovla deydi. Qaysi biri to'g'ri aytilishini o'zim ham bilmayman, lekin buni mazasi yegan odam biladi. Birinchi ishni piyozni pare qilib to'g'rashdan boshlaymiz, keyin esa sabzilarga o'tamiz. Sabzilarni oshga to'g'ralgandan sal maydaroq qilib, sariq va qizillarni to'g'rab olamiz. Go'shtni ham shunaqa qilib to'g'raymiz, lahm joylarini. Dumba joylaridan ham to'g'rab olsangiz, ovqatingiz yana ham shirin bo'ladi. Qizgan qozonga yog'imizni solib, piyozlarimizni qizartirishni boshlaymiz. Shunaqa qizargandan keyin dumbani solamiz, yana qovuramiz va ketidan go'shtlarimizni solib qovurishda davom etamiz. Shunaqa qilib chiroyli yetilgandan keyin ketidan tuzni solib, ustidan sabzilarimizni solamiz. Xuddi tayyorlanishi oshkiga o'xshaydi va ziralarni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sabzilarni o'lsin deb ustidan yopib qo'yamiz 5-10 daqiqaga. Shunaqa sabzilarimiz o'lgandan keyin suv solamiz, yaxshilab aralashtirib, lavroviy list sovardim. Yana ham mazali bo'ladi va shira olsin deb miltillatib qaynatamiz. Tayyor bo'lgandan keyin alanga guruchlarimizni ustidan solib, yaxshilab shira olguncha qaynatib 10 daqiqaga dimlaymiz. Qarabsizki, shovlamiz tayyor. Men baribir shovla deyman. Bu videoni sizga shovla tayyorlab berish uchun yaqiningizga yuborib qo'ying.